Maya qara. Senga bir o'zidan sassiq hid chiqaradigan xotin yoqadimi? Yo'q. Kimga yoqadi unaqa? Senga uyda ish qilmaydigan, bolalarga umuman qaramaydigan, turqi sovuq xotin yoqadimi? Xudo saqlasin, yo'q. Senga shunday farosatsiz, shallaqi, nulik qiladigan, bitta ursang. Gap qaytaradigan, aytganingni qilmaydigan xotin yoqadimi? Yuzini teskari qilsa ne uzoq bo'lsin, albatta yo'q. Bo'lmasa nega xotinimga gap otasan?